Assalomu alaykum, hurmatli fraksiyadoshlar. Kun tartibidagi masalalarni muhokamasiga o'tishdan oldin ayrim masalalar bo'yicha ikki og'iz fikrimni aytib o'tmoqchiman. Sohibqiron Amir Temurov birgina gapi kuch adolatda ekanligi, Amir Temurov siyosati hamda tarixi, dunyoqarashi, falsafasi bugun dunyoga yetishmayotgan eng muhim masalalardan biri ekanligini ta'kidlab o'tish uchun asos yaratiladi. E'tiboringizga taqdim etilayotgan sudyalar hamjamiyati organlari to'g'risidagi qonun loyihasi. Bugungi kunda sudyalar hamjamiyati bor. Ko'p qonunlarda shu so'z ishlatilgan, lekin buni huquqiy jihatdan qonunlashtirilmagan edi. Tadbirkorlik subyektlari ham kutyapti buni. Ularga ham yengillik beradi, qulaylik beradi. Sudlarni ham ishni yengillashtirishda katta ahamiyat kasb qiladi. Shu munosabatdan buni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Amaldagi jinoyat kodeksining 277-moddasida bezorilik uchun javobgarlik nazarda tutilgan bo'lsa-da, mazkur qilmishning uyushgan guruh tomonidan sodir etilishi alohida kvalifikatsiya qiluvchi belgi sifatida inobatga olinmagan. Qonunga xilof ravishda tashkil etilgan jangovar sport turlari bo'yicha ishtirok etish uchun ham demak javobgarlik belgilanyapti. Agar bunday bolalar shunaqa musobaqalarda qatnashadigan bo'lsa, kim javobgarlikka tortiladi? Umuman buni mexanizmi qanaqa bo'ladi? Haqiqatan bu dolzarb masala bo'ldi. Qonun loyihasini ishlab chiqishda ham bu masala ko'tarilgan. To'g'ri buni qonunga xilof bo'ladigan bo'lsa tartibga solish kerak. Ota-ona har doim xabardor bo'lmaydi. Mana shu ommaviy tadbirlar o'tkazish bo'yicha ro'yxatdan o'tganmi yoki kerakli hujjatlarni olganmi, olmaganmi? Qanchalik o'rinli bo'ladi ota-onani javobgar qilishimiz? Ota-onaga shuning uchun mas'uliyat yuklaydi. Bolaga surishtirishga majbur. Bu joyda mas'uliyat baribir bo'lishi kerak bolaga nisbatan ota-onadan.